Aholi bandligini ta'minlash, ularning turmush va yashash tarzini yanada yaxshilash, farovonligini oshirish bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning asosini tashkil qiladi. Shu yilning 23-yanvar kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar belgilab berildi. Bugun mamlakatimizda yangi davr boshlandi desak to'liq asosli bo'ladi. Chunki yurtboshimiz tomonidan 903 ta mahalla og'ir mahalla deb e'tirof etildi. Bu og'ir mahallada faqat bu yerga infrastrukturasiga yoki infratuzilmasiga e'tibor berish bilan bir qatorda albatta bu yerda ajratilayotgan resurs, ajratilayotgan mablag'lar qo'shimcha ish o'rni, qo'shimcha loyihalarni amalga oshirishga e'tibor berildi va shu 903 tadan Samarqand viloyatida 103 ta mahallani tashkil etyapti. Bu albatta shahar va tumanlarga bo'lingan. Shu bilan bir qatorda bugun o'sha yurtboshimiz albatta mahalla tizimini rivojlantirish, uni takomillashtirish, ish samaradorligini oshirishga juda katta e'tibor berib boryaptilar. 7lik shakllandi. Bugun bir yangi yo'nalishga urg'u berildi. 6lik mahalla raisining taqdimnomasi bilan ishdan ozod etilishga urg'u berildi va bu tizim bu albatta Samarqand viloyatidagi 1063 ta mahallada o'zini natijasini beradi. Yig'ilishdan men shunday o'zimga vazifa oldim. Ya'ni Samarqand viloyatidagi 1003 ta mahalla va mahallaning 7ligi bilan birgalikda yurtboshimiz tomonidan qo'yilgan kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni kamaytirish, jinoyatchilikdan xoli aholimizni har tomonlama yuqori pog'onaga ko'tarish bo'yicha fidoyilik bilan xizmat qilishni belgilab oldi. Respublikamizda ochiqni aytamiz, misli ko'rilmagan mablag'lar ajratildi. Bu uchun resurs, tizim, imkoniyat hammasi yaratib berildi. Faqat bizdan, tizimimizdan fidoyilik bilan xizmat qilish qoldi. Mahalla bu mamlakatning poydevori, xalq va davlat o'rtasidagi ko'prik. Har bir vazirlikni, har bir ijro organini, har bir hokimlikni bevosita o'sha ko'rsatkichini, natijadorligini, samaradorligini biz albatta mahalla orqali bilamiz deb urg'u berildi. Mana shu yurtboshimiz tomonidan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilingandan keyin O'zbekiston mahallalar uyushmasi boshchiligida juda katta bir ishchi guruh tuzildi va barcha mahallalarimiz yanvar oyining boshidan 7lik bilan birgalikda aholi xonadonlariga kirib, ularni ishsizlik bilan, kambag'allik bilan, joylardagi yo'l, suv, elektr, infrastruktura bilan bog'liq juda katta bir ma'lumotlar bazasi yaratildi va o'sha ma'lumotlar bugun mahalla platformasiga kiritildi. Bu albatta mahalla platformasi orqali bugun ijro organlari uchun, hokimliklar uchun, vazirliklar uchun juda katta bir ma'lumotlar bazasi paydo bo'ldi. Ya'ni biz hozir Samarqand viloyatidagi 1063 ta mahallani elektron platforma orqali qaysi birida qanaqa muammo borligini ko'ramiz. Bu orqali biz hozir o'sha juda ko'p dasturlar qabul qilinishda shu asosiy ma'lumot sifatida foydalanishga kirishildi. Darvoqe, mazkur yig'ilishda joriy yil uchun 1 million nafar aholini doimiy ish bilan ta'minlash, 181 ming oilani kambag'allikdan chiqarish, kambag'allikdan xoli mahallalarning sonini 2,5 barobar oshirib, 3,5 mingtaga yetkazish, ishsizlik va kambag'allik darajasini 4,5% ga tushirish vazifalari belgilab olindi. Prezidentimiz ishsizlik va kambag'allikni qisqartirishda mahallalarning ixtisoslashuvini yanada chuqurlashtirish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan viloyat bandlik boshqarmalarini, tuman bandlik bo'limlarini, mahallalardagi bizning xodimlarimiz, hokim yordamchilarning oldida juda katta vazifalarni belgilab berdilar. 2026-yilda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash, aholining daromadini oshirish bo'yicha favqulodda ish tartibiga o'tish belgilab berildi.
har bitta mahallani ixtisosligini chuqur o'rganib, u mahallalarni chuqur ixtisoslikka o'tkazish masalasi ko'tarildi. Amalda hozir ko'ryapmizki, qaysi mahallada ixtisoslik yuqori bo'lsa, chuqur ixtisoslashgan bo'lsa, shu mahallada kambag'allik ham kam, ishsizlik ham kam, jinoyatchilik ham kam. Bu mahallalar o'zining natijasini beryapti. Bugungi kunda Samarqand viloyatida 490 tadan ortiq mahallalarimiz chuqur ixtisoslashgan. Oldimizga vazifa belgilab berildiki, biz bu yil chuqur ixtisoslashgan mahallalarni 630 taga ko'tarishimiz kerak. 130 ta mahallani salkam, 140 ta mahallani biz ixtisosligini chuqurlashtirish vazifasi belgilab berildi. Shu bilan bir qatorda mahalla ixtisosligini oshirishda qo'limizga moliyaviy dastaklarni, instrumentlarni yaratib berdilar. Xususan bandlikka ko'maklash davlat jamg'armasidan 4 ta instrument, dehqon xo'jaliklarini va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 11 ta instrument, kambag'allikni qisqartirish davlat jamg'armasidan u ham 10 tadan ortiq instrumentlarni belgilab berdi. Ya'ni hokim yordamchi qaysidir demak bir fuqaroni, demak kambag'al fuqaroni yoki o'sha ishsiz fuqaroni oldiga boradigan bo'lsa, uni tomorqasi bormi, dehqon xo'jaligi bormi, yo o'sha tuman markazida yo shaharda yashaydigan bo'lsa, o'sha atrofdagi ish beruvchilarni qo'llab-quvvatlash orqali uni bevosita bandlikka ko'maklash bo'yicha barcha imkoniyatlar yaratib berildi. Yig'ilishda shuningdek og'ir mahallalarni infratuzilmasini yaxshilash, og'ir mahallalardagi ishsizlikni kamaytirish, kambag'allikni kamaytirish masalalari demak bevosita muhokama etildi va aniq topshiriqlar berildi. Xususan shu og'ir mahallalarga demak 300 kilovatlik quyosh elektr stansiyalari o'rnatiladigan bo'ldi. Bu o'sha mahallalarda bir moddiy aktivlarni paydo bo'lishiga olib kelyapti va ulardan o'sha elektr sotishdan kelgan mablag'lar o'sha mahallani infratuzilmasini yaxshilashga va birinchi navbatda kambag'al oilalarni o'sha moddiy, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladigan bo'ldi. Bundan tashqari davlatimiz rahbari katta imkoniyat berdi. Qaysi mahalla o'zi tashabbus bildirib bitta ixtisoslikka yo'naladigan bo'lsa, shu mahallalarga 2 milliard so'mgacha bo'lgan demak infratuzilmasini yaxshilash, bunda yo'li, demak elektr ustunlarini yangilash, suv tortish va hokazo infratuzilma bilan bog'liq muammolarni hal etib berishni ham demak topshiriqni berdilar. Albatta bu mahallalar uchun umuman mahallani jipslikda bir xil mahsulot yetishtirsa, birinchidan o'sha mahallada bozor paydo bo'ladi. Bu mahallada maktab paydo bo'ladi. Odamlar bir-biridan o'rganib, mana shu demak ham farovonlik, o'sha infratuzilma ham yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari ixtisoslikni oshirish bo'yicha o'sha mahallalarda qaysi agronom agar o'zini shu 10 ta qo'shnisiga yoki o'sha mahallasiga o'rgatadigan bo'lsa, usta dehqonlarimiz o'rgatadigan bo'lsa, demak ularga ham har oyga 2 million so'mdan o'sha subsidiya mablag'larini ajratish yo bo'lmasa mahalladagi tadbirkorlar demak mahallani 50% ga agarki xonadonlar soni 50% dan ortiqqa bitta mahsulotga demak ekishga yoki ixtisoslashtiradigan bo'ladigan bo'lsa, u o'shalarga 100 million so'mgacha demak grantlar ajratish masalasi ham muhokama etildi. 2026-yilda Samarqand viloyatining umuman iqtisodiy tizim tashkilotlarining oldiga 96 mingta ish o'rinlarini yaratish vazifasi belgilab berildi. 67 mingta ish o'rinlarini soyadan chiqarish, xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Yig'ilishdan kelib chiqib, Samarqand viloyati 2026-yilda ishsizlikni ham, kambag'allikni ham eng minimal tabiiy darajaga demak tushirish bo'yicha oldimizga vazifa belgilab berildi. Tizim tashkilotlari bilan, mahalladagi hokim yordamchilarimiz bilan, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda to'liq ijrosini ta'minlaymiz. Darhaqiqat, mazkur yig'ilishda belgilab berilgan vazifalar aholi bandligini ta'minlash orqali ularning daromadlarini oshirish, ishsizlikni kamaytirish hamda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilashdek ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizdagi mahallalarda ham aniq manzilli rejalar asosida ish olib borilmoqda. Bulung'ur tumanidagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari ham Prezidentimizning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va xalqimizga qilgan murojaatnomasi hamda 23-yanvar kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga faol kirishgan. Navbahor mahallasida 3878 ta odam soni bor, 800 ta xonadon bor. Hunarmandchiligimiz ham bor, gulchiliklar bilan shug'ullanadi, tadbirkorlarimiz qurchilik bilan shug'ullanadi. Shundan 20-30% fuqarolarimiz
sut mahsulotlarini qayta ishlab chiqaradi. Elimizga, xalqimizga yetkazib beryapti. 2025 yil ayollar daftariga 100 nafar ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilgan bo'lib, 80 nafar xotin-qizimiz qurt ishlab chiqariladi. Shularga ayollar daftariga kiritilgan ishsiz xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash bo'yicha har bir oilada 3 nafardan xotin-qizimizni berkitib qo'yganmiz, bandligi va ta'minlangan. Nogironlik bo'lgan xotin-qizlarimizni reproduktiv salomatligini mustahkamlash bo'yicha ko'riklardan o'tkazilgan. Muhtaram Prezidentimizning bo'lib o'tgan video selektorida kambag'allikni qisqartirish va uni aholining bandligini ta'minlash bo'yicha berilgan vazifalarga asosan bizlar yettiligimiz bilan birgalikda berilgan imkoniyatlardan bizlar to'g'ri foydalanib, subsidiyalar ajratilib, kreditlar ajratilib, berilib, aholini bandligini ta'minlash vazifasini belgilab oldik. Bugun joylarda mahallalarning o'sish nuqtalaridan kelib chiqqan holda tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, ishsiz aholini lider tadbirkorlarga biriktirish orqali kooperatsiyalarni tashkil etish va mavjud kooperatsiyalarni kengaytirish yaxshi samara bermoqda. 3700 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladigan Navbahor mahallasining asosiy drayveri qurutchilik hisoblanadi. Ayni paytda mahallada 150 ta xonadon sut qatiq mahsulotlarini tabiiy usulda qayta ishlash bilan shug'ullanib, ularning ayrimlari yiliga 100 million so'mgacha sof daromad olishga erishmoqda. Ular tayyorlayotgan xilma-xil qurut mahsulotlari mamlakatimizning barcha hududlariga, hatto xorijga ham yetkazib berilmoqda. Bekzod Mamirov ham ushbu yo'nalishni puxta o'zlashtirib, bugungi kunda yirik tadbirkorlardan biriga aylandi. Ayni vaqtda u 10 nafardan ortiq fuqaroning doimiy bandligini ta'minlab kelmoqda. Mana shu yerda 3 yildan beri ishlayman. Mana shu uskuna yordamida qurt tayyorlaymiz. Oldin hech qayerda ishlamaganman. Mahalla yordamida shu yerga ishga kirdim. Oylik maoshimiz ham yaxshi. Bir kunda 1 tonnadan ziyod chiqaramiz qurt. O'lchamiga qarab chiqaramiz. Ishlagandan beri oilamga ham juda katta yordam tegyapti. Farzandlarimga, maktabiga, kiyimiga yordam qilyapman. Bizning mahsulotlar eksportga ham chiqariladi. Bundan ham xursand bo'lamiz. Qancha ko'p eksportga chiqsa, biz uchun ham shuncha yaxshi. Oylik maoshimizni ham ko'tarishadi. Sifatiga, tozaligiga e'tibor qaratamiz. Ilgari tadbirkor xonadonida kuniga 400-500 kilogramm qurut tayyorlash uchun 8 nafar ishchi jalb qilingan bo'lsa, maxsus sex tashkil etilgandan so'ng bu ishni 2 nafar ayol bajarmoqda. Eng muhimi, ish unumdorligi oshdi. Bir kunda o'rtacha 2 tonnagacha mahsulot tayyorlanyapti. Qariyb 20 yildan buyon mazkur xonadon qurutchilik bilan shug'ullanadi. Avval mahsulot qo'l mehnati bilan tayyorlangan bo'lsa, keyinchalik oyna orqali ishlash yo'lga qo'yildi. Ammo bu ham katta mehnat talab etardi. Shu sababli oilaviy tadbirkorlar texnika yaratish ustida izlanish boshladi. 10 yillik harakat va tajribalar natijasida maqsadga erishildi. Ayni paytda mahsulotlar xorijga ham eksport qilinmoqda. 10 taga yaqin ishchi qo'lni ishlaydi. Hali undan ham katta kengaytirish niyatimiz bor. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan hunar bu. Uskunalarni o'zim yasaganman, hammasini. Suzma mahsulotlarni bozordan olib kelib turib, o'shani qurt qilib chiqaramiz. 4 ta viloyatdan keladi. Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzaxdan keladi. Keyin o'zimizniki bor. 20 tacha ish o'rni yaratishimiz mumkin yana. Niyatimiz bor, shuni yaratamiz degan. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlardan foydalanganmiz, foydalanib kelyapmiz ham. Kredit olganmiz. Eksportni shu yil boshladik. O'tgan yilda shu ichki bozorda edi, endi sekin-sekin eksportni boshlayapmiz. Yo'lga qo'yapmiz o'sha narsani. Oyiga shu 20 tonna yaqinroq chiqadi. Mahallada faoliyat olib borayotgan yana bir tadbirkor Sardor Abdusalomov ham bir necha yildan beri qurut tayyorlash bilan shug'ullanib kelmoqda. U kuniga 200-300 kilogramm mahsulot ishlab chiqarib, 10 nafar mahalladoshining bandligini ta'minlamoqda. Ota kasb deydi, oldindan qilamiz, o'rtada bir uzilishlar bo'lib qolib, 4-5 yil qilmaganimizga, oldindan qilamiz, o'zi 14 yillab qilganmiz, endi yana qaytadan boshlab faoliyatni nasib bo'lsa endi uzoqroqqa borish maqsad. 10 dan ortiq ishchi ishlaydi. Oilaviy tadbirkormiz. Qirg'izistonga eksport qilamiz. Hozir qo'lda tayyorlayapmiz. Xudo xolasa dastgoh olmoqchimiz, qadoqlash apparatlarini.
Bugun mahalla yettiligi aholi turmush farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, oilaviy ajrimlarni kamaytirish hamda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish borasida hamjihatlikda ish olib bormoqda. Mahallada faoliyat yurituvchi ijtimoiy xodim, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ishsizlar va muammoli oilalar holatini joyida o'rganib, manzilli yordam ko'rsatmoqda. Jumladan, birinchi guruh nogironi Abdumalik Andaqulov kunduzgi parvarish xizmati bilan qamrab olingan. 50 yil bo'libdi shu mahallaga ko'chib kelganimga. Nogiron bo'lib qoldik. Insult olib, 2 oyoq ishlamaydi. Mahalladan endi bayramlarga keladi, tadbirga ishlab kelib yo'qlab turadi. Ijtimoiy xodim har o'tgan sayin shu kelib ketadi, qanday aka deb o'tadi. Navbahor mahallasiga kelganimda kambag'allik reyestrida 67 ta turgan edi. Hozirgi kunda 19 ta qoldi, shu bugungi kunda. Hammasini mana qo'ldan kelgancha prezidentimizning farmonlariga binoan, shu hokimimizning, tuman hokimimizning ko'rsatmalariga qarab ko'plarni mana tadbirkorlikka, buni mahallamiz o'ziga to'q mahalla ko'proq qurchilik bilan shug'ullanadi. Hozir bizda 200 ga yaqin qurchilik bilan shug'ullanadigan xonadonlarimiz bor. Ana shu xonadonlarda birinchi guruhga nogironlari ham qo'ldan kelgancha, ikkinchi guruhga nogironlarni ham jalb qilganmiz. Ko'proq ikkinchi guruhga nogironlarni ish bilan qamrab olganmiz. 22 nafar 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni bepul bog'chaga qamrab olganmiz. Shuning orqasidan mana shu 22 nafar ota-ona ish bilan qamrab olingan. 14 nafar birinchi guruh nogironlarini mana kunduzgi qarovga bergan edik. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha ish yurgizyapmiz. Mahallalarda faoliyat yuritayotgan profilaktika inspektorlari ham aholi bilan bevosita ish olib borib, ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi shaxslar, yoshlar va muammoli oilalar holatini muntazam o'rganmoqda. Huquqbuzarliklarning oldini olish orqali mahallada xavfsiz muhitni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Navbahor mahallasi profilaktika inspektori ham ushbu vazifalarni sidqidildan bajarib kelyapti. 2024-yilda bu mahalla qizil toifaga kiritilgan edi. Sababi jinoyatchilik o'sib ketgan edi. O'sha jinoyatchilik masalasiga qarshi kurashda 2024-yilda tugatib, 2025-yilda mahallani sariq hududga aylantirdik. Lekin kirmagan og'ir vaziyat masalasi bo'yicha shu mahalla hududiga kirayotganligi sababli hozirgi kunda tumanimiz prokurori mahallaga mas'ul etib belgilandi. Birinchi chorak uchun yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Prezidentimizning 2026-yil 5-yanvardagi 1 va 2 sonli qarorlari bo'yicha bu masala bo'yicha mahalla yettiligi bilan gaplashib, shu jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikka qarshi kurash masalasida o'zimizga chora-tadbirlar belgilab oldik. Bundan tashqari 2025-yil 26-dekabr kuni prezidentimizning Oliy Majlis Qonunchilik palatasida xalqqa qilgan murojaatnomasida oldimizga qo'yilgan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Qolaversa, mana shu 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinganligi sababli shu ichki ishlar xodimlari oldiga qo'yilgan vazifalar bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz va islohotlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Xudo xolasa, shu yil mahallamizni yashil hududga o'tkazamiz. Bunga men rahbarlarga ham va'da berganman. Mahalla yettilgimiz yaxshi, hammasi o'shini biladi. Kuniga 10 ta xonadonga kirib, o'sha xalqning muammolarini o'rganib boryapmiz. Bulardan tashqari shu 10 ta xonadon ichida 2 ta muqaddam sudlangan yoki nizoli oilalarga kirib, albatta ular bilan shu muammolar masalasi bo'yicha ishlarni amalga oshirib boryapmiz va muammolarni bartaraf qilib boryapmiz. Darhaqiqat bugun mahalla yettiligi hamjihatlikda ish olib borib, fuqarolar uchun munosib turmush tarzi yaratish, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlashga intilmoqda. Jumladan mahalladagi bo'sh turgan xona hunarmand tadbirkor Gulsara Qudratovaga biriktirilib, xotin-qizlarning hunar o'rganishi va daromad topishiga xizmat qilyapti. Bu yerda xotin-qizlar turli ko'rinishdagi sovg'alar, uy jihozlari va buyumlarini tayyorlayapti. Men shu mahallada 7 yildan beri
shu gulchilik sohasini tanlab shuni qilyapman. Qiziqishim katta edi. Yoshligimdan shu gullarga qiziqib yasab kelardim. Uyda 8-martga bayramlariga o'qituvchilarga berish uchun yasashni boshladim. Boshlasam hamma voy juda chiroyli degandan keyin bozorga chiqarib sotish uchun ko'p bali yasadim. Mahallaning raisi keldi degim, juda zo'r, "Opa, buni qayerdan o'rgandingiz? Qachondan beri qilyapsiz?" deb qiziqib, telefonlariga rasmlarini olib, meni qiziqtirishni boshladi. "Siz" dedi, tadbirkorlikka o'ting dedi. Shu tadbirkorlikda dedi, ochamiz katta gulxona dedi. Bo'pti dedim. Faoliyatimni kengaytirishni boshladik. Endi avval bitta ikkita qizlarga o'rgatdim, kelinlarimga o'rgatdim, nebaralarga o'rgatdim. So'ng keyin qizlar olishni ham boshladi. 300 ga yaqin qizlarni o'rgatib chiqardim-da shu gulchilik sohasidan. Faxrlanaman shu shogirdlarimning ham shunday ish qilayotganlarini ko'rib-da. Shundan beri men ham qiziqib, hozir mana bitta gulga qarab qolmayapmiz, bitta gul yasamayapmiz-da, mana bunday har xil vazachalar, monchoqlardan, savatlar to'qiyapmiz har xil. Keyin bunaqa ayiqchalar yasayapmiz, har xil narsalar yasayapmiz. Yustiralar yasashga harakat qilyapmiz. Endi mana bu yustirani ham hali bu birinchi yasashlarim, birinchi ishim bu. Monchoqlari ham arzonroq monchoqlardan bo'lgan. Agar bu qandilning monchoqlaridan bunaqa narsalar yasasam, juda ham chiroyli chiqadi degan umiddaman. Mana hozir 5 ta mana xotin qizlar raisi bergan ajratib Risolatxon 5 ta qizni o'shalarga gullarni o'rgatyapman. Ular ham hozir uylarida yasab kelyapti. Uylarda savat to'qib kelyapti. Monchoqlardan yustiralar yasashni boshlab bergan. Birovi sumka to'qib keladi. Shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yotibmiz. Sotish endi mana bu Jizzaxga olib ketadi. Buyurtma qiladi, jo'natamiz. Ular keyin mana bu o'zimizning shu yerda ham, Bulung'urda ham olayapti. Kecha ham gaplashib keldim bu savatlarga, olamiz dedi. Keyin Samarqandga savatda borib topshiryapman. Savatlarimni 60 ming, 70 mingdan donasini olib qilyapti-da. Pul topib, mana oilasiga ancha yordam bo'lib qoldi bari xursand minnatdor. Mana shunday ro'zg'orlarimiz obod bo'lib qoldi. Harakat qilsak bo'lar ekan bizlar ham deb xursand. O'rgatadigan narsalarini har doim tushunarli o'rgatadi. Gul yasash, sovun gul, keyin narsa to'qish, monchoqlardan sumkachalar yasash, har xil narsalar shunga o'xshash. Ham o'rgatadigan narsalari ham uyimiz uchun, o'zimiz uchun ham kerakli narsalar. Ha, mahalla bugun davlat islohotlarining eng muhim va samarali bo'g'iniga aylanmoqda. Aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xavfsiz muhitni yaratish yo'lida mahalla yettiligi, tadbirkorlar va mas'ul tashkilotchilarning hamjihatlikdagi faoliyati yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarning amaldagi natijasidir.